Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Bavariya Rashford uchun kurashga qo'shildi. Myunxenning Bavariya klubi Manchester United hujumchisi Marcus Rashfordni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Futbol 360 ma'lumotlariga ko'ra, transfer taqdiri ko'p jihatdan Barselonaning qaroriga bog'liq. Kataloniyaliklar o'tgan mavsum futbolchini ijara asosida o'z safida o'ynatgan va uni 30 million yevroga sotib olish huquqiga ega. Biroq hozircha klub ushbu banddan foydalanish niyatida emas. Ular yangi ijara shartnomasi yoki transfer narxini pasaytirish variantini muhokama qilmoqda. Manchester United esa boshqa klublardan tushadigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyorligini bildirgan. Bavariya talab qilinayotgan mablag'ni to'lashga tayyor, ammo futbolchining haftasiga 348 ming yevro maosh muzokaralardagi asosiy to'siq bo'lib turibdi. Rashford o'tgan mavsum ko'k ranglilar safida 49 o'yinda maydonga tushib, 14 ta gol va 14 ta assist qayd etgan. Transfermarkt uning qiymatini 40 million yevro deb baholamoqda. Juventus yildizni 90 million yevroga ham sotmoqchi emas. Turinliklar futbolchini jamoada olib qolishga qat'iy qaror qabul qilgan. Juventus Kenan Yildizni jamoada olib qolishga qat'iy qaror qabul qilgan. Bu haqida jurnalist Nikolas Kira xabar bermoqda. 21 yoshli futbolchi yaqin kelajakda turinliklar safini tark etishi ehtimoli juda past. Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda Zebralar rahbariyati turkiyalik vingerni sotish imkoniyatini to'liq rad etgan. Juventus hatto 80-90 million yevro atrofidagi taklif kelib tushgan taqdirda ham transfer bo'yicha muzokaralarga kirishmadi. Ma'lumot o'rnida Kenanning turinliklar bilan kelishuvi 2030-yilgacha mo'ljallangan. Yakunlangan mavsumda futbolchi 47 ta o'yinda ishtirok etib, 11 ta gol urdi va 10 ta assist amalga oshirdi. Van Dijk O'zbekistonga qarshi o'yindan keyin ijobiy fikrlar bilan hayratda qoldirdi. Niderlandiya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekistonni 2-1 hisobida mag'lub etdi. G'alaba qozonilganiga qaramay, uchrashuvdan keyin jamoa sardori Virgil van Dijkning fikrlari Niderlandiyada bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bu natija yaxshi hissiyot beradi, dedi himoyachi Nos Telegram kanaliga bergan intervyusida. Van Dijkning ta'kidlashicha, mazkur bahs futbolchilar uchun Jahon chempionatida Yaponiyaga qarshi o'tgan ilk o'yindan oldin mahalliy sharoitlarga moslashish imkoniyatini bergan. Ko'rinib turibdiki, biz hali sharoitlarga to'liq ko'nikib ulgurmadik. Maydon juda tez qurib qoldi va bunday vaziyatda chiziqlar o'rtasida o'ynash qiyinlashadi. Sardor uchrashuvdan ijobiy jihatlarni izlashga harakat qildi. Birinchi bo'limda yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu o'tgan hafta Jazoirga qarshi o'yinni eslatdi. O'shanda ham imkoniyatlar bo'lgan, ammo gol ura olmagan va 1-0 hisobda mag'lub bo'lgan edik. Biroq Van Dijkning bu fikrlari studiyadagi ekspert Pierre Van Hooijdonqni hayratda qoldirdi. Uning fikricha, jamoa sardori tanqidiyroq chiqish qilish kerak edi. Van Dijkni ajoyib sardor va futbolchilar hisoblayman. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladi. Sen jamoa ko'rsatgan o'yinga baho berishing va biroz qattiqroq munosabat bildirishing kerak. O'yin sifati bo'yicha ozgina bo'lsa-da norozilik va asabiylik ko'rsatish lozim, dedi Van Hooijdonq. Ma'lumot uchun, Niderlandiya O'zbekiston ustidan qozongan 2-1 hisobidagi g'alabadan so'ng Jahon chempionati oldidan so'nggi tayyorgarlik bosqichini yakunladi. Ishongan yulduzlarimiz uyaltirdi. Niderlandiyani uchralgan mag'lubiyatda kimlar aybdor? O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Bu galgi bahsda raqib ancha kuchli edi. Jahon chempionati favoritlaridan biri sifatida e'tirof etilayotgan Niderlandiya milliy terma jamoasi 2 ta penalti evaziga O'zbekistonni 2-1 hisobda mag'lub etdi. Cody Gakponing 11 metrlik to'pdan urgan 2 goliga Igor Sergeyev bir marta javob qaytardi. Ayni paytda futbol ekspertlari va manbalari jamoalar o'yinini tahlil qilmoqda. The World Inform nashrining O'zbekiston milliy terma jamoasining Niderlandiya bilan kechgan uchrashuvidan keyin quyidagi tahlilni o'quvchilar e'tiboriga havola etdi. O'zbekiston terma jamoasi iyun oyidagi ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvini ham mag'lubiyat bilan yakunladi. Birinchi bahsda Kanadaga yutqazilgan bo'lsa, bu safar Niderlandiyaga imkoniyatni boy berdi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoa Niderlandiyaga qarshi kechgan o'yinda hatto durang natijaga erishish ham mumkin edi. Chunki uchrashuv oxirida hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lgandi. Biroq jamoalar o'rtasidagi daraja farqi juda katta edi va agar Ronald Koeman shogirdlari to'liq kuch bilan harakat qilganda hisob ancha yirik bo'lishi ham mumkin edi. Ekspertlar Nyu-Yorkdagi o'rtoqlik uchrashuvidan keyin O'zbekiston terma jamoasining bir qator futbolchilariga baho berib, mag'lubiyatga sabab bo'lgan o'yinchilarni ko'rsatdi. Jahongir O'rozov uchun o'yin boshdanoq omadsiz kechdi.
Daniel Malen uni ortda qoldirib ketdi va yaqin masofadan darvozaga aniq zarba bera olmadi. Morozov Kristensen Sammervillga qarshi qoida buzdi va birinchi penaltiga sabab bo'ldi. Keyinroq ham Sammervill undan osonlik bilan qutulib zarba berish imkoniyatini yaratdi. Qisqasi, Morozov markaziy himoyada raqib hujumchilarini to'xtata olmadi. Farruh Sayfiyev O'zbekiston o'ng qanot himoyasida ham muammolar ko'p bo'ldi. Cody Gakpo Farruh Sayfiyevga qarshi deyarli hech qanday qiyinchilik his qilgani yo'q. Hatto u Sayfiyevni aldagan holda o'tishi uchun fint ishlatishga ham ehtiyoj sezmadi va xavfli uzatmalarni bemalol amalga oshirdi. Sayfiyev 3 yakka kurashlarning barchasida mag'lub bo'ldi. 33-daqiqadagi uzoq masofadan yo'llagan zarba esa Frenkie de Jongga tegdi. Abduqodir Husanov markaziy himoyaga qaytsak, Abduqodir ayrim ijobiy harakatlarni ham amalga oshirdi. U 2 marta to'pni olib qo'ydi, 2 zarba to'sdi. O'yin oxirida esa Manchester City'dagi jamoadoshi Tijani Rendersni zarbasini darvoza chizig'idan chiqarib yubordi. Biroq shundan keyin Husanov burchakdan to'p yetkazib beriladigan vaziyatda Rustam Ashurmatov bilan Yan Van Kaykani itarib yubordi. O'yin oxirida hal qiluvchi penalti belgilandi. Statistika ham ko'p narsalarni ko'rsatadi. Husanov 6 yakka kurashlarda faqat bittasida g'alaba qozondi. Shuningdek, Abduqodir 4 marta qoida buzdi. Aslida bu raqam 5 ta bo'lishi mumkin edi, chunki birinchi bo'lim oxirida hakamlar Husanovni jarima maydonida Mellenning oyoqlariga tashlanganini payqamay qoldi. Demak, u 2 penaltiga sababchi bo'lishi mumkin edi. O'ronov va Abbosbek Fayzullayev Rossiya Premyer Ligasida yaxshi tanish bo'lgan ikki futbolchi. Spartak sobiq legioneri Oston O'ronov va CSKAda porlagan. Abbosbek Fayzullayev ham kutilgan natija o'yin ko'rsata olmadi. 41-daqiqadagi vaziyat buning yorqin namunasi bo'ldi. Virgil van Dijkning xatosidan keyin O'ronov yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi, ammo zarba bera olmadi. Keyin Fayzullayev zarba yo'lladi, biroq Ryan Gravenberch har ikki futbolchini ham to'xtatdi. O'ronov va Fayzullayev maydonning o'rta qismi bilan hujum chizig'i oralig'ida yo'qolib qolishdi. Ular na Eldor Shomurodovni to'p bilan ta'minlay oldi, na o'zlari xavf yarata oldi. Abbos hisobida bitta muvaffaqiyatli dribling bo'ldi, ammo uni 5 uzatmasi manzilga yetib bormadi. 11 ta pasdan faqat 6 tasini aniq amalga oshirdi. O'ronov esa 4 ta dribling, barchasida to'pni yo'qotdi. Atigi 4 ta aniq pas berdi va 9 ta yakka kurashlarning 3 ta 2 qismida mag'lub bo'ldi. Ronald Koeman O'zbekistonga qarshi bahsdan so'ng nimalar dedi? Niderlandiya terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida O'zbekistonga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Bahsdan so'ng bosh murabbiy Ronald Koeman o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Menimcha hujumchilar doimo gol urishni xohlaydi. Umid qilamizki, imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Bitta imkoniyat yaratish yaxshi, lekin ikkita gol urish tabiiyki yanada muhim. Aks holda ko'p o'yinlarda g'alaba qozona olmaysiz. Hozirda men unchalik hafsalam pir bo'lgan holatda emasman. Bundan ko'ra Jazoirga qarshi o'yindan ko'proq xafa bo'lgan edim. Chunki o'sha uchrashuvning birinchi bo'limida juda ko'p yaxshi vaziyatlar yaratgandik. Bu safar esa qizil kartochka deyarli hech narsa qo'ldan chiqarganimiz yo'q edi. Ammo qizil kartochka epizodi mutlaqo tushunarsiz holat bo'ldi. Axir aytingchi, ayni qo'l bilan o'ynash bo'lmagan vaziyatda qanday qilib futbolchiga qizil kartochka berish mumkin? Agar jahon chempionatida ham hakamlar darajasi shunday bo'lsa, hali ko'p kuladigan voqealarni ko'ramiz. Ma'lumot uchun nazorat uchrashuvida uchar gollandlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Cannavaro Niderlandiyadan uchralgan mag'lubiyatga izoh berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlikda davom ettirmoqda. Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoa Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushdi. Afsuski, vakillarimiz mazkur bahsda 2-1 hisobiy imkoniyatni boy berib qo'ydi. Bellashuvdan so'ng oq bo'rilar ustoz o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Menimcha biz ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rsatdik. Hisob 1-0 bo'lgandan keyin ham maydondagi tartib va liniyani yo'qotmadik. Jamoa bo'lib harakat qilishda davom etdik va oxirigacha kurashdik. Bunday darajadagi milliy jamoalarga qarshi o'ynash oson emas, biroq jamoa o'yinida ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rdim. Bizga aynan shunday o'yinlar kerak. Chunki bunday raqiblarga qarshi maydonga tushganingizda doimo nimadirni o'rganasiz va tajriba orttirasiz. Umuman olgani uchrashuvdan mamnunman. Himoyadagi o'yin haqida. Futbolni xatosiz o'ynab bo'lmaydi. Bu mutlaqo normal holat. Bizning vazifamiz futbolchilarga shunday xatolar sonini imkon qadar kamaytirishda yordam berishdir. Lekin rostini aytsam, men himoyadagi xatolardan ko'ra ijobiy jihatlarni ko'proq ko'rdim. Futbolchilarning holati haqida. Tayyorgarlikni bir oydan ham ko'proq vaqt oldin boshlaganmiz. Legioner futbolchilarimiz esa keyinroq jamoaga qo'shildi. Shunga qaramay jismoniy tayyorgarlik borasida yaxshi ish olib borganimizga ishonaman. Albatta, ayrim futbolchilar bilan bog'liq hal qilishimiz kerak bo'lgan masalalar ham bor va biz ular ustida ishlashda davom etamiz.